Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum birodarlar. Aqlli ma'noli suhbatlardan gaplashayotgandik do'stlarim, davom ettiraylik. Aqlli ma'noli suhbatlarni eshitgan sari do'stim, fikr doirangiz kengayib boradi. Qalb ko'zingiz ochilib boradi. Hayot haqida, dunyo haqida, umr haqida chuqur mulohaza, mushohada yurg'izadigan bo'lasiz do'stim. Bu Habibulloh qori bizga donolik qilyapti demaysizlar, do'stlarim. Mana Chimyon qishloqida yashayapmiz. Allohga shukr. Ey Habibulloh qori deyaptilar. Qachonki inson og'riqda his qilyaptimi? Demak, u hayot ekan. Inson og'riqda his qilyapti. Demak, tanasida joni bor. Shuning uchun og'riqda his qilyapti. Endi inson boshqalarni dardini his qilyapti. Boshqalarni dardiga malham bo'lish yo'llarini axtaryapti. Hech bo'lmasa qalbida o'shalarga g'oyibona duo qilyapti. O'shalarni g'amini ketishiga, dardini ketishiga g'oyibona duo qilyapti. Demak, u inson. Qalbi ochiq, qalbi toza inson. Do'stlarim, birovni boshiga g'am keldi, dard keldi. Siz xursand bo'layotgan bo'lsangiz, demak, bir qalbingizga bir nigoh tashlang do'stim. Qalbingizda ancha-muncha chang, g'ubor to'planib qolibdi. Do'stlarim, bu narsa siz qalbingizdagi g'ubor Alloh taolo bilan o'ttizga parda bo'lib qoladi do'stim. Ey Habibulloh qori, haddan tashqari muloyim bo'lmagin. Seni sindirishadi, ezg'ilab o'tib ketishadi. Endi haddan tashqari qattiq bo'lmagin, seni sindirishadi. Qarang, haddan tashqari muloyim bo'lsang, seni ezg'ilab o'tib ketishadi. Agar haddan tashqari qattiq bo'lsang, seni sindirishadi. Do'stlarim, har bir ishda me'yor bo'lsin. Do'stlarim, o'zingizni qadr qimmatingizni biling. Juda kekkayib insonlarda qadrini pastga urmang va juda o'zingizni pastga ham urmang. O'rta hol bo'ling. Birovda qadr qimmatini ham biling, o'zingizni qadr qimmatingizni ham biling do'stim. Ey Habibulloh qori, hayot shunday. Ahmoqni boshiga baxtli kunlar kelmaydi. Qarang. Ahmoqni boshiga baxtli kunlar kelmaydi. Kelgan taqdirda ham uni boshida uzoq vaqt turib qolmaydi. Avvalo ahmoqni boshiga baxtli kunlar kelmaydi, chunki u oqtarmaydi. Uni boshiga baxtli kunlar kelib qolganda ham uni ushlab qola olmaydi. Do'stlarim, baxt xushu ham hammaga yo'l qo'ymas ekan, uni ushlab qolish ham oson emas ekan do'stlarim. Obro' izzatga erishish o'ta qiyin narsa, lekin uni yo'qotib qo'yish juda ham oson do'stlarim. Ey Habibulloh qori deyaptilar, seni chaqirgan joyga borgin. Seni kutishmayotgan bo'lsa, sen kutilmayotgan joy bor. Sen u joyga bormagin. Seni chaqirayotgan joyga bor. Lekin seni borishini xohlamayotgan davralarga sen borib o'zingni xor qilmagin. Chunki ular seni xohlashmayapti. Sen o'sha davrada bo'lishingni xohlashmayapti. Sen o'zingni xor qilmagin deyaptilar do'stlarim. Ba'zan do'stlardir, ba'zan jigarlardir. Sizni xohlamayaptimi?
dasturxoniga chaqirmayaptimi? Demak, siz nafsingizga bir uring, qadr-qimmatingizni biling. Demak, bormang. Salom alaykum uzmang, lekin dasturxoniga chaqirmasa, siz o'zingiz suqilib bormang do'stim. Ey Habibulloh qordiyatlar, hammani o'zini bolasi o'ziga eng shirin bola bo'lib ko'rinadi. Dunyodagi eng shirin, eng go'zal, eng asal bola bo'lib ko'rinadi. Alloh taolo bandasiga shunday mehr bergan, farzandiga shunday mehr bergan. Butun maxluqot o'sha go'dagini avaylab asraydi. Inson ham shunday do'stlarim. Bizi ota-onalarimiz qanchalik avaylab asrab parvarishlaganini o'zingiz farzand ko'rib, uni juda avaylab asrayotganingizdagina tushunib yetasiz. Juda ko'p holatlarda do'stlarim, biz ota-onalarimizni bizni juda ham parvarishlab, ehtiyotlab katta qilganligini ko'pincha nazarga olmaymizda, ba'zan ularni dil oriydigan qadamlarni bosib qo'yamiz. Vaholanki ular bag'riga bosib, hech irkanmasdan, jirkanmasdan bizni poklab, yemay yedirib, ichmay ichirib, kiymay kiydirib katta qilishdi do'stlarim. Ey Habibulloh qordiyatlar, qarindoshlaring bilan, jigarlaring bilan ulfatchilik qiyin. Lekin ular bilan oldi-berdida ehtiyot bo'lgin. Qarz oldi-berdisida ayniqsa ehtiyot bo'lgin. Chunki bu pul, mol ko'pincha jigarlarni bir-biridan ajratib yuborgan. Bunday misollari juda ham ko'p. Mol pul tufayli juda ko'p jigarlar yuz ko'rmas bo'lib ketgan. Shuning uchun seni ehtiyot bo'lgin deyaptilar. Ey Habibulloh qori, uyga mehmon qilib taklif qilish oson. Lekin u mehmonni betamizligi, beodobligi tufayli uni borib chiqib ketish juda ham qiyin. Do'stlarim, shuning uchun kimgadir mehr-muhabbat qo'ydingiz. Do'stlarimi, jigarlarimi mehr-muhabbat ko'rsatyapsiz, lekin unga mehr-muhabbat ko'rsatganingiz bilan undan sizga mehr-muhabbat qaytmayapti. Demak, uni qalbingizdan yuk qilib ko'tarib yurmasdan qalbingizdan chiqarib tashlang. Salom alaykum uzmang, lekin endi sizga o'sha qilgan nomehribonligi sababli endi u qo'lingizni sindirdi. Salom alaykum qilishingiz mumkin Alloh uchun, lekin endi uni bag'ringizga bosolmaysiz. Mehr iplari uzildi. Do'stlarim, ey Habibulloh qordiyatlar, haqiqiy do'stlar, jigarlar bor. Yaxshilikni qadriga yetadigan, mehr-muhabbatni qadriga yetadigan do'stlar, jigarlar bor. Ularni qo'ldan chiqarib yubormagin. Ularda salom alaykumga mos salom alaykum qaytargin. Chunki yaxshi odam har kuni yo'li qolmaydi. Do'stlarim, ey Habibulloh qordiyatlar, har qanday inson albatta xato qiladi. Endi xatosini aqlli insongina tan oladi. Endi qalbida iymoni kuchli inson u kechirim so'raydi. Uyalmaydi, kechirim so'raydi. Endi
endi uzilgan iplarni, qarindoshlik rishtalarini uzmaslik uchun ancha muncha ulardan ko'rgan nomehribonlik, balki ochiq kulfatlarni bir chekkaga surib Alloh uchun salom alaykum o'rniga qo'yayotgan inson, bu nihoyatda bir boshqa bir qancha maqtasa arziydigan inson. Qalbida og'riqlari turibdi. Ulardan yegan kulfatlarning og'riqlari turibdi, lekin Alloh uchun, Alloh taoloning roziligi uchun assalomu alaykumni uzmayapti. Bu insonlar juda katta hurmat ehtiromga arziydigan insonlardir. Ey Habibulloh qori deyaptilar, ariqda suv oqib turibdi. Uni qadr qimmati juda oz, chunki doimo oqib turibdi. Endi bir kun agar o'sha suv to'xtab qoladigan bo'lsa, bir kundayoq u suvni qanchalik qadr qimmatli ekanligini bilib qolamiz. Lekin kecha qadrga yetmayotgandik do'stlarim. Tinchlik, xotirjamlik, xayr va baraka, hammasi noz-ne'matlari, hamma xotirjamlik ne'mati do'stlarim. Qadrga yetishimiz kerak. Kimki nimani qadriga yetmayotgan bo'lsa, bir kun o'shanga muhtoj bo'lib qolishi bor narsa do'stlarim. Shuning uchun aqlli, ma'noli gaplarga quloq soling do'stim. Xatolaringiz kamayadi, ertaga afsus, nadomat, pushaymonlaringiz kamayadi. Dunyo o'zi juda ham qisqa davom etadigan fursat ekan do'stlarim. Yaxshilik urug'larini sepib qoling. Yaxshilik urug'larini seping, ertaga yaxshilik mevalarini terib olasiz. Yaxshiligingizni bilmasliklari mumkin. Bu inson. Ko'pincha holatda yaxshilik qaytmasligi ham mumkin. Bu hayot. Lekin Alloh taolo sizning yaxshiligingizni aslo zoyi qilmaydi. Daftarga tushgan, videoga olingan do'stlarim. Hammamizni Alloh taolo oqibatimizni xayrli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.